Ushbu videoda mana bu akamiz tovuqlarni mana shunday donlarni sochib isrof qilmasliklari uchun yechim topadi. Hop, birinchi o'rinda balon shinasi olinadi va quyidagi holda kesiladi. Keyin esa shina quyidagi holatga keltiriladi. Va mana shunday tovuqlarni kallasi sig'adigan bo'lib teshiladi. Keyin esa fanerdan kesilgan aylana tagiga qo'yilib qotiriladi. Keyin esa plastik chelak quyidagi holda qo'yiladi va qalam bilan mana shu teshiklardan chizib chiqilib, drelda teshib olinadi va yana qaytib joyiga qotiriladi. Shu bilan chelakka donlari solinib, usti yopib qo'yiladi. Va shu bilan tovuqlarning donlari sochilib, isrof bo'lib ketmaydi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar.